2025-yilda turmush qurgan o'zbek shou-biznes vakillari. Xonanda Ruxshona 2024-yilning 28-oktyabrda ikkinchi bor turmushga chiqqandi, ammo xonanda ajrashgani haqida hech qanday ma'lumot bermay, 2025-yil iyul oyida 3-bor oila qurganini ma'lum qilgan. 36 yoshli aktrisa Feruza Normatova 2025-yilning 15-oktyabrda 23 yoshli MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovga turmushga chiqdi. Nikoh oqshomi 15-oktyabr kuni poytaxtdagi to'yxonalardan birida bo'lib o'tdi. Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva va aktyor xonanda Ustim taxallusi bilan mashhur Islom Mansurovning 7-avgust kuni nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. Juftlik karantin davrida Instagram orqali tanishib qolib, 5 yil davomida bir-birini o'rgangan. 7-iyul sanasida Toshkentdagi restoranlarning birida aktrisa Shahlo Alijonova va vayner Shohrux Ro'ziboyevning nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. To'yda blogerlar Zebo Rahim va Feruza Normatovalar kelinchak bilan birga bo'ldi. Xo'sh, siz 2025-yil turmush qurgan qaysi o'zbek shou-biznes vakillarini bilasiz? Kommentariyalarda fikrlaringizni yozib qoldirib, videoga like bosishni unutmang. Bundanda qiziqarli shou-biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.